Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, yana bugun pishgan kerochimizni hozir arzonlatdik. 1150 so'm edi, 1100 so'mdan berib boshladik. Ko'proq arg'onlari yana qaytib beraveramiz. 50 ming 60 ming ollara 1050 so'mdan ham beramiz dastlabki etib ichinde. Dastlabki bir kamoz echelli bu. Dastlabki bir kamozning ichinde bepul aport dastlab ketib beramiz. Hozir ham kerochlarimiz ham bor, ular bilan görüştirib chiqamiz. Yine beklanib o'tiribdilar. Vallahi. Hazine zavodun özünden prama göstermiş az. Yine humbuzun içi. Pişken gelmiş bir şey var humbuzun içi şu. Ham kerochlarım chellada seyislar ham bor, po'ylar dul tutdi kerochda. Qalan miqdorda bor, kelishtirib arzon etib beramiz. Sifatli katta keroch zavodinikini. Zavodi, katta zavod. O'zlarimiz hammasi apparat dastlab ketib beramiz. Qalinlik ham 6-7 başlı. 7 sant qalinlik. Qalın sifatli katta zavodning kerochi dastlab kelsa bilan 450 so'mda aytib o'tiribmiz. Ko'proq anlara 430'dan berib o'tiribmiz. Mayda-chuydalara 450 so'mdan tashlab turibmiz. Bir joyga negaladigan bo'lsa 430'dan berib turibmiz dastlabkisi ichinde. Shahar ichi bo'ylab yana. Chellada senslar ham bor endi kerochi. İzine yana chiqib boraveradi bu. To'xtamaydi. Telefonlashaverasizlar, telefonlar yozilib turadi. Kerochni razmerlarini aytadigan bo'lsak, mindinesine 6-7, mindinesine 25, mindinesine 12. Yüklep, kolma-kol yüklep, taxlab, yüklep beramiz. Telefon etib zakaz etaverasizlar. Iloji borincasini 1-2 gün burun telefon etib zakaz etib qo'yinglar. Içinde endi klientlarimiz ko'p. Elden zakaz etib qo'ysangiz aytilgan vaqtlarında boradi.